Assalomu alaykum hammaga hurmatli kuzatuvchilar. Mana xudo xolisa Namangandagi go'zaldagi obyektimizni go'zal qilib bitirib oldik. Bu yerda sokol buchotka ishlarini qilib berganmiz. Sokolga keramik granitlar terganmiz. Bu Xitoy granit emas, keramik granit. Ammo bilesklari o'sha chotki. Zinalar ustiga kafel bosganmiz. Hovlimizni tashqaridan hisoblasak, bu joyimizga polni ko'chalari tashqari bilan 250 kvadrat burchakka ketdi. Sokolimizga 125 kvadrat keramik granit ketdi. Qopqoqlarimiz va 8liklarimizga charxlab Angola bilakdan qo'yganmiz. Xudo xolisa ishlarimiz juda chiroyli yakunlab oldik mana.